atkorsga yengil olishi kursi beraman. Bu atkorsning chetiga bo'ladi. Qulaylik taraf shundan iboratki, romni chetiga yopishtiriladi. Yopishtirilgandan keyin devorga taqab turib, atkors olinadi. Joydan bo'ladi. Profilga taqab turib, atkors olinadi. Qulaylik taraflarini video tomida ko'rib borasiz. Ana hozir romni chetiga setkani yopishtiramiz. Taqab turib. Orqasida o'zini lipuchkasi bor. Lipuchkasidan yechiladi, sekin yopishtiriladi. Yopishtirayotganingizda shoshilib, qattiq harakat qilmasdan yopishtirib olasiz. Buni yana afzallik tarafi, bu yoq tarafida ham lipuchka bor. Mana bunga chetiga taqab turib atkors olinadi. Shpatelni chetiga taqab turib. Xuddi afzallik tarafi mana lipuchkani yechib, yoqni sanab yopishtirishdan bo'ladi. Romni kiritib plastikasiga qarab. Orasiga kichkinaroq praglar bo'lsa, praglarni qo'yib, yaxshilab siqib turib yopishtirsanglar, ulardagi muvofiq bo'ladi. Atkorsni setkamizni yopishdi. Hozir pravillarni qo'yib, atkors olgan jarayonlarni ko'rasiz. Atkorsimizga pravillarni qo'yib bo'ldik. Setkani yarimchala holatda to'ldirib oldik. И mana tayyor holatida atkors to'ldirishni boshladik. Xudo xohlasa atkorsimiz bitdi. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Metallический уголокlarni ham qo'yib qo'ydik. Maslahatimiz foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Bundan da yaxshi kontentlarni o'tkaza olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yasizlar.